Assalomu alaykum do'stlar. Biz bu soat so'zlaydigan mazmunimiz qo'shimcha tushirish qisturmasi ustida bo'ldi. Bu biz bu qisturmani qo'shib o'taylik. Bundagi mana shu qo'shimcha tushirish degan qisturma shu. Biz oldindan bu qisturmani bekatga ko'chirib qo'yaylik. Bu kun soat darsimizga ko'chirib o'tdim. Undan keyin flash ekspeditani qo'zg'atib boshliq yo'llagandan keyin biz mas'ulga qisqishni ochib hozirgi qisqish hujjatni yo'llaydi. 32 darslik qisturma shu. Buni Johnson qilib o'tdim. Hozir boshliq yo'llanadi, hozir saqlab turayli. Buning unumi qanday desa, buloqchan to'rdagi mana shu qisturma shu. Bekatninki o'zida bekatga yo'llangan barliq qo'shimchalarni shu tur shaklida tizimli shaklda chiqarib berdi. Shundan tushirish degan xatni bossalam bevosita qo'shimchani tushiralaydi. Mana 0 deganlari haqsiz buni tushiraydi. 4 tilla deganda bu cho'qim tillaga setib olib bundan tushiradi. Shu qisturma shu. Yana qo'shib o'taylik. Yo'llanib bo'pti. Biz qashlashni boshlab ketsak, biz orqa boshqarishga kirdik. Orqa boshqarishni o'tdik. Yangi yo'q. Nima yangi yo'q qo'llancha deb tarjima qilgan ekan. Shunga kirib qismini qashlaymiz. Oqibat ko'rdik. Qayerdan bo'lsak, mana qo'shimcha hujjat markazida birdan qisturma paydo bo'ldi. Biz buni anjon qilib o'tdik. Bo'ldi. Bundan keyin qanday qilamiz? Qachlab bo'lgandan keyin bu qisturmani qo'zg'atamiz. Shundan keyin chudon qilib o'tdim. Hamda mana ma'lum paydo bo'ldi. Undan keyin bu qismni biz qanday qilamiz? Tahrirlaymiz yoki tanishaymiz. Demak, buni ishlatamiz. Bu qaysi sahifalardagi qo'shimcha hujjatlarni ko'rsatib turdiganga birlam saytlar ekan. Biz barliq sahifalardagi qo'shimcha hujjatlarni ko'rsatib bersin deb hamma saytini tanlab berdik. Shu xildagi qo'shimcha hujjatlarning hammasini ko'rsatib turdi. Bir bat 20 dan tijoriy qilib o'tdik. Tanishlash tugida. Endi biz batni bir qatim yanglab, unini ko'rib boqaylik. Bo'ldi. Biz ma'lumdan munbar turiga o'tib ketaylik. Mana qaraydigan bo'lsak, ma'lum qo'shimcha hujjat degan bir tur paydo bo'ldi. Biz buni besib boqaylik. Mana qarab baksak, ma'lum sistem sahifalar tizildi, ma'lum qo'shimcha hujjatlar tizildi. Lekin bu qo'shimcha hujjatning hech qaysi yo'q. Nima qilamiz? Chunki biz bu sinoq batvochqa qo'shimcha hujjat yo'llamadik. Biz qo'shimcha hujjat yo'llasak, ammo shu runga mal ko'rinishi chiqarib berdik degan gap. Darsimiz shagicha bo'lsin. Xayr xo'sh.